Dunyoda yagona bo'lgan 13 yil davomida terilgan va qiziqarli joy $25,000 ga sotilmayotgan gaz 21 Volgamizni sizlarga arzon qilamiz. İçlari ko'rayotgan narsalarning hammasi suvaydan bo'ladi. Hattoki orqalari divan bo'lib tushadi ham. Eng qiziqarli joylari mana shu nikelni o'zi $700 ga olib keltirilgan ekan. Uyalmayli. Mana shu ko'rib turgan hozirgi ballonlaring o'zida o'sha 60 yil oldingi radnoy ballon ekan. Hattoki uskiyligini ham qaranglar. Eng qiziqarli joy nimaga bunda endi kick yo'q? Nimaga kick yo'q degan savol. O'zi har bitta Volgalarda kick bo'lish kerak-ku deganlarga 65-yilgacha kick bo'lgan ekan. Bu 66-yil, ya'ni restyling turbo deydimi, nima deydi? Eng qiziqarli joylarda va yana mana uni qaranglar. Oddiy kapotini ichida mana shu zapaskani o'zi ham $200-300 turar ekan. Akalar nima deyapti? Hozirgi Cobaltlarda yo'q narsa bor ekan. Ya'ni cruise control bor ekan. Akalar, mana qaranglar. Pedal kirib chiqyapti ochib yopganlaringda. Nima deyapti? Ya'ni 60 tezlikda ketyapsizmi? Tortib qo'ysiz 60, yana ham qattiqroq tortsiz 70 tezlikda ketaverar ekan. Skorsini aytmaysizlar, bu joyda bo'lmaydi skorsi. Mana shu joyda skorsi bo'ladi. Asosiy joylardan. Nima deyapti akalar? Mana unisini qaranglar, mana unisini. Hamma yo'q radnoy. Mana antenasini yo'q qo'yaverasiz. Endi tepaga bitta kamerachimiz ko'rsatib qo'yamiz. Antenasini bu joydan pastga tushirib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Radio eshitgingiz kelsa tushirib qo'yar ekansiz, radio eshitgingiz kelmasa tepaga ko'tarib qo'yar ekansiz. Xullas to'g'ri aytdimmi? Kommentariyada yozib keting. Soatlargacha radnoy. Hamma yo'g'i 100% radio. Ochilib yopilishlari nima deyapti? Hattoki hozirgi kunda mana shu chexolini ham 4 oy kutdi ekan. Rossiyadan 4 oyda keldi deyapti. Sizlar qanchaga sotiladi deb o'ylaysizlar? 25,000 ga sotishmayapti ekan. Yaxshimi, yomonmi 25,000 dan tepaga? Kim necha pulga olgan bo'lardi? Mashinamiz voy nahadu. Hozir sizlarga motorni ham ko'rsatib o'tamiz. Kapot ostidagi ot kuchiga aytsak 95 ot kuchi bo'lar ekan. Hattoki mana lampochkalari ham radnoy yonib turar ekan. Akalar, hamma yo'g'ini radnoy qilib, hattoki buni zapchasini oqtarib Rossiyaga 3-4 martalab borishgan ekan shu 12 yil davomida. Tagiga tugur, mikir, chikir, ikkir mana bu botga ekasigacha aka radnoy deyishyapti. Qaranglar. Hamma yo'g'i zo'r. Endi bularda o'zi asli kick bo'lish kerak. Nimaga kick bo'lmagan? Shuni kommentariyada yozib ketinglar akalar. Va mashinamiz yoqdimi? Albatta like, kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin. Bu Volgamiz 25,000 ga sotilmagan. Nech pulga arziydi va tanishlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta kommentariy yozib ketinglar. Volga 100% radnoy kimdir agar olmoqchi bo'lsa kelib ko'raverasiz. Faqat bitta iltimos, kraskasi 12 yil oldin bitta asset bo'lib sepib qo'yilgan. Kraskadan tashqari hamma yo'g'i 100% radnoy. Like, kommentariy, mehnatimiz qadrlagan holatda tanishlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Bizda yangi bo'lsalar, batchasini bosib qo'ying, ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan ko'rib borasiz.